Assalomu alaykum vatandoshlarim. Hammalaringizdan kechirim so'rayman. Shu oilaviy mojarolar deydi, hammaga tarqab ketibdi deydi. Shunga o'g'limdan, meniki erimdan ham kechirim so'rayman. Iltimos tarqatmangizlar. Bu voqea ancha bo'ldi. Oldilaringizdan chiqsa o'chirib tashlangizlar. Gapiring. Xotinimning gaplariga qo'shilaman. Mana biz yaxshi yashab jotimiz bo'ldimi? Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Buni yengil shamol deb hisoblaymiz. Butun respublikaga bizni sharmanda qildirmizlar. Bitta degan qishlog'imiz, mahalla tinch o'tirardimi sizlar tasdiqlanglar. Ornamizdan o'ldirdilaring-ku. Gapim bunday bo'lyapti. Nimaga uratan? Seni urishing uchun ultu gapirdim, ha? Nima? Nima alkash bo'lib ichi yurishni tug'ilmadi. Mana o'g'lingizga gapiring, bu bechora nima qilsin? Bechora ertadan kechgacha yerdan chiqmaydi. Maktabni tozalasinmi? Bola chaqam deydi, mana alkashni qara. Aroq ichgancha saydab deysan, nomard. Sharmanda qildilaring. Go'rsoqda, piyanista, mol. Ayrim ayol haqiqiy vaqtda biroq degan yo'q. Bir marta uruvdim, butun O'zbekiston gapirdi. Buni ichgan puliga Toshkentdan 2 xonali uy olardi, kuyaman-da. Tur yaqal.